Mana Tojikiston Dushanbega, Xatlonskiy oblastga va xolasa yana bitta gidravlika apparatimiz tayyor bo'lgan. Mana hozir bular ligrovka bo'ladi, to'g'lanadi. Bir xil blok rasmlarda chiqaradi. To'llari quyilyapti. Yo'nalishlar yangi, motorlar yangi. Rechaklari ham yangi qo'yilgan. Buni xolasiz yotkizib olasiz, xolasiz baqa tikka qilsangiz bo'laveradi, muammo yo'q. Buni ekstradan chiqaradigan gidravlikamiz. Xudo xolasa Dushanbega chiqarib yuboramiz. Agar kimga kerak bo'lsa, bunaqa voy blok apparatimiz любой razmerda chiqaveradi. Hayitga bular hozir aksiyada bo'lgan. Bu vaqtda rushnoylari ham bor. Mana yana bitta tugallar bor. Ichki avlarda bitta tugallari bor. Xudo xolasa shotka qilib bitirib chiqarib beraveramiz. Mana bu kanalda kuzatsalar ham bo'laveradi, qo'yib boriladi. Hozirda ishlash jarayonini ham video tashlab qo'yamiz YouTube'ga, Instagram'ga. Qo'yilgan nomerlarimizda Telegram, WhatsApp, email, Max, WhatsApp hammasi bor.